hozir hammada trendga chiqqani yaqin insoniga avtomobil hadya qilish. O'zbekiston terma jamoasining g'alabasi munosabat bilan o'z nomidan Jaloliddin Masharipovga avtomobil hadya qilmoqchiman. Voy, dushi mana mashinani senga sovg'a qilaman uka. Hadya, emotsiya nimaga 0. O'zini mashinasi chunki. Ebi Hub kompaniyasidan Jaloliddin Masharipov o'ziga o'zi avtomobil hadya qildi. Xudo xolasa yaxshi kunlarga mining. Nima deymiz? Bitta aka ochiluv mashinani podpishni kutyapti. Da, res ko'rsatamiz. Akalar, qanaqa mashinaligini ko'rsanglar, faqat bitta like bosib qo'yasizlar. Opa! Akalar lekin BMW yomoni bo'ladi. Birinchi mingan mashinangiz qanaqa mashina bo'ldi? Birinchi olganim Captiva mashinasi bo'lgan. BMW ga mana shu insonsizni ko'ndirdimi? Nimaga mini BMW oldingiz, aka? Bundan oldin ham X7 bulardan BMW olganman. Keyingisi bo'ladi, hatto bu model. Nima model? Kengisini gaplashganmiz. Mercedes qilamiz, lekin nimaligini, qaysi modelligini aytmang. Akalar, Mersi qanaqasidan oladilar? O'shani bitta kommentariyada qoldiringlar. To'xta. Ha? Ukam, hamma Jaloliddinga hadya beryapti. Jaloliddin ham birorta muxlislarga hadya qiling, mashina bo'lsa ham nimadir hadya qiling. Bo'ldi, endi bizda futbolchilarda nima bo'ladi? Faqat shu o'ynaydigan futbolkamiz bo'ladi. Milliy terma jamoaniki. Bo'ldi, o'shanga xudo xohlasa qo'l qo'yib o'zim beraman. Mana shu videoni kommentariyasida bir raqamini qoldirsanglar, xudo xolasa 26-kuni aniqlaymiz. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Qancha ko'p bir qoldirsa, yutib olishingiz oson bo'ladi. Sizlar bir narsa hadya qilinglar endi. Okay. Mana nar PPF dan Bruni plyonkani mashinasi bo'ladi. Boshqa gap. Xudo xolasa mana Jaloliddin aka mashinalariga shu oldi kapoti, farasi, bamfelariga, nomerlarigacha ana Bruni plyonka bitta hadya. Suqum odamdan nima chiqadi? Karbonli polixit bor. BMWniki sport kartosini to'g'rilab, xudo xolasa zavoddan polix beramiz. Aka, lekin nomerga mazza qildim. Ma'nosini qara. Masharipov 9 da o'ynaydi. Jaloliddin bu onalarning ismlariga to'g'rilab kelgan ekanlar. Undan tashqari buni A'si, boshqa harflari hammasi Jaloliddinda ekan. Gap yo'q.